tumanidagi 39-sonli umumta'lim maktabi 1986-yilda ishga tushirilgan. Hozirgi kunda maktabda 1092 nafar o'quvchilar, 85 nafar malakali pedagoglardan ta'lim-tarbiya olib keladi. Maktabimizda Turon maktab teatri tashkil qilingan bo'lib, ularning faoliyati juda samarali yo'lga qo'yilgan. Ularning natijasida maktabimiz Turon maktab teatrining viloyat bosqichida faxrli o'rinlarni qo'lga kiritmoqda. Maktabimiz 2022-yilda Ekologik School O'zbekiston loyihasiga qabul qilingan bo'lib, bugungi kunda EcoSchool a'zolari ham tabiat tayanchi nomli guruh tashkil qilib, samarali xatti-harakatlarni amalga oshirmoqdalar. Maktabimizda Iqtidor nomli bolalar ansambli tashkil qilingan bo'lib, uning faoliyati ham bugungi kunda samarali yo'lga qo'yilgan. Maktabimizda jami 69 ta fan to'garaklar tashkil qilingan bo'lib, ular bugungi kunda samarali faoliyatni yo'lga qo'yganlar. Maktabimizda shaxmat xonasi tashkil qilingan, sport to'garaklari tashkil qilingan. Ularning faoliyati ham bugungi kunda tahsinga sazovor. Lola Qizg'aldoq, Muhammad Yusuf. Mendan nima qolar, ikki misra she'r, ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq. Odamlar ortimdan nima desa ber, men seni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, Lola jonim, Lola Qizg'aldoq. Men ketsam yomondan yiroq bo'l ofu, chunki sen chiroyli, ko'rkli bir juvon. Yomon kunlar bir kun yaxshi bo'lar u, yomon odam yaxshi bo'lmas hech qachon. Yasha chegarada turgandek ogoh, Lola, Lola jonim,
lola qizaloq. Uyda yotibman, sezib turibman. Ko'kda kelayotir qushlar qaytishib, xayrlar yog'dirib qanotlaridan, xasta shoiriga vido aytishib. Bor, mening uchun ham ularga qo'l qoq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Ularni men yana ko'ramanmi? Ayvonda odamdek kuzatolmadim. Kuz to'ylar boshlandi, yuragim pora. Bitta qizimni ham uzatolmadim. Demak, taqdir ekan to'y ko'rmay o'lmoq. Lola, lola jonim, lola qizaloq. Lali rangin, lafzi shirin, shu o'tganini ayt. Ko'rib gulzor ichra sizni yolg'iz, so'roqsiz, indamay men behayo qiz. Kechirgaysiz, kelishga jur'at etdim. Ecoschools O'zbekiston loyihasiga a'zo bo'lgan. Bu loyihaning maqsadi atrof muhitga va ekologiyaga mas'uliyatli bo'lgan yosh avlodni tarbiyalash. Ecoschools O'zbekiston loyihasi doirasida tabiat tayanchi guruhi a'zolari bilan birgalikda ekologiyani yaxshilashga doir, atrof muhitni go'zallashtirishga doir bo'lgan bir qancha targ'ibot ishlarini va chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdamiz. Jumladan, chiqindilarni saralash, qog'oz chiqindilarini alohida, plastik chiqindilarni alohida yig'ib olib, ulardan tushgan mablag'ni Yashil makon dasturi doirasida amalga oshirilgan ko'chatlarni o'tkazishga sarflamoqdamiz. Men yo'ldoshim Shahruh, 39-maktab Eco-klub sardori. Bizning jamoamizning nomi Tabiat tayanchi. Tabiat izlariga bog'langan ekan. Tabiatga ne bo'lsa bizlar qilamiz. Har bitta hayvon ham nobud bo'lsa gar, ertaga bizlarga zarar bor qorbobo yasang. Gulin ko'rkam der bahor guldasta yasang.